Bugun biz sizlarga O'zbekiston futbolida ro'y berayotgan eng muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Birinchi yangiligimiz Niderlandiyaga qarshi bo'lgan uchrashuvdan so'ng milliy terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro qanday fikr bildirgani haqida bo'ladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro uchrashuvdan keyin o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Bugungi o'yin haqida: menimcha biz ko'plab ijobiy jihatlarni ko'rsata oldik. Hisob 1-0 bo'lgandan keyin ham maydondagi tartib va liniyani yo'qotmadik. Jamoa bo'lib harakat qilishda davom etdik va oxirigacha kurashdik. Bunday darajadagi milliy jamoalarga qarshi o'ynash oson emas. Biroq jamoam o'yinida ko'plab ijobiy jihatlarni ko'rdim. Bizga aynan shunday o'yinlar kerak. Chunki bunday raqiblarga qarshi maydonda tushganingizda doimo nimanidir o'rganasiz va tajriba orttirasiz. Umuman olganda uchrashuvdan mamnunman, deydi murabbiy. Himoyadagi o'yin haqida murabbiy shunday fikr bildirgan: futbolni xatolarsiz o'ynab bo'lmaydi. Bu mutlaqo normal holat. Bizning vazifamiz futbolchilarga shunday xatolar sonini imkon qadar kamaytirishda yordam berishdir. Lekin rostini aytsam, men himoyadagi xatolardan ko'ra ijobiy jihatlarni ko'proq ko'rdim, degan u. Futbolchilarning holati haqida so'ralganda u shunday dedi: tayyorgarlikni bir oydan ham ko'proq vaqt oldin boshlaganmiz. Legionerlar futbolchilarimiz esa keyinroq jamoaga qo'shildi. Shunga qaramay jismoniy tayyorgarlik borasida yaxshi ish olib borganimizga ishonaman. Albatta ayrim futbolchilar bilan bog'liq hali hal etishimiz kerak bo'lgan masalalar ham bor va biz ular ustida ishlashda davom etamiz, dedi Fabio Cannavaro.